لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli azizlar, bugungi suhbatimizda Arafot vodiysiga borish va unda bajariladigan ba'zi bir fiqhiy masalalar haqida suhbatlashamiz. Biz Arafa kuni ertalab, ya'ni Arafot vodiysiga borishga harakat qilamiz. Kimlardir Arafa kunidagi bomdoddan oldinroq borsa, kimlardir bomdod namozini shu Minoda o'qib, keyin Arafot vodiysiga boradi. Muhimi, biz Arafot vodiysida peshin namozi vaqtigacha shu joyda joylashib, xotirjam holatga kelib tursak, mana shuni o'zi kifoya. Chunki asosiy Arafot vodiysida, ya'ni turish farz ekanligini bilamiz. U joydagi farzni vaqti qachondan boshlanadi desa, ya'ni peshinni vaqti kirgandan boshlab hayit kunini bomdotigacha, demak 1 daqiqa bo'lsa ham shu joyda turishligimiz farz hisoblanadi. Endi biz mana shunday holatda Arafotda turar ekanmiz. Kimlardir peshin namozidan oldinroq boradigan bo'lsa, u fursatdan foydalanib zikr tasbihlar, labbayk Allohumma yoki nafil namozlar, duolar va hokazo narsalar bilan mashg'ul bo'ladi. Chunki biz ehromdamiz. Bizning har bir daqiqamiz ham bizga nihoyatda, ya'ni kerak va undan uni g'animat bilib, undan foydalanib qolishligimiz kerak bo'ladi. Endi peshin namozini vaqti bo'lgandan keyin peshin namoziga azon aytilinadi va mana shu peshinni vaqtida peshin bilan asr namozlari jamlab o'qilinadi. U jamlash sunnat. Mana shu Arafa kuni peshin vaqtida peshin bilan asrni jamlab o'qishlikni ulamolarimiz sunnat amal deganlar. Endi buni kayfiyati qanday bo'ladi? Qanday jamlanadi deyilsa, birinchi peshin namoziga azon aytilinadi. Peshin namoziga azon aytilgandan keyin u peshinni 4 rakat sunnati o'qilinadi. Mabodo o'qilmasa ham bu mana shu Arafa kunidagi peshinni farzdan oldingi 4 rakat sunnatni o'qishlik ixtiyoriy bo'ladi o'zi. Aslida o'zi bu sunnati muakkada amal. Boshqa kunlarda uni o'qimasak bitta katta sunnatni tark qilgan bo'lamiz. Lekin Arafa kunidagi 4 rakat peshindan oldingi 4 rakat sunnat bu ixtiyoriy bo'ladi. Shunday ekan buni o'qiymiz. O'qiganimizdan keyin demak peshinga takbir aytilinadi. Peshinga takbir aytilgandan keyin peshinni farzi o'qilinadi endi. Va peshinni farzi o'qilgandan keyin peshinni farzidan keyingi sunnatlar o'qilmaydi. Yana asrga takbir aytib, asrni farzini o'qiymiz. Endi asrni farzini o'qiganimizdan keyin asrdan keyin hech qanday namoz yo'q endi. O peshinni qolib ketgan 2 rakat sunnati ham o'qilmaydi. Asrdan keyin boshqa hech qanday shomgacha hech qanday namoz o'qish yo'q. Faqat biz zikr tasbih, boshqa bir duolar bilan mashg'ul bo'lamiz. Bu peshinni ham, asrni ham demak maxfiy, qiroatlari maxfiy bo'ladi. Asrni peshinni vaqtida o'qishligimizga sabab shundayki, mana o'zi hali asrni vaqti kirgan yo'q, lekin asrni ham o'qib olyapmiz. Buni sababini ulamolar aytadilarki, bu odamlar peshin namozini o'qib, endi ular ketganlardan keyin, tarqalib ketganlardan keyin yana ularni alohida asr namoziga yig'ishlik odamlarga haraj bo'ladi. Odamlar ko'proq vaqtlarini shu tavba-i tazarru, duolar bilan mashg'ul qilsinlar. Ya'ni asosan shu narsalar bilan mashg'ul bo'lsinlar degan maqsadda ularni demak alohida asrni vaqti kirmagan bo'lsa-da, asrni vaqtidan oldinroq o'qib olishga ulamolarimiz fatvo berganlar. Hamma kitoblarimizda shunday keltirilgan. Demak, qarang azizlar, bir boshli namozni vaqtidan oldinroq o'qishga shariatimiz ruxsat bergandan keyin biz undan keyingi vaqtlarni har bir daqiqasini qattiq, ya'ni g'animat bilishligimiz kerak. Peshin bilan asr namozlarini jamlab o'qiganimizdan keyin shomgacha hech qanday namoz o'qish yo'q. Ya'ni nafil namoz ham o'qimaymiz va u qazo namozlar birorday namoz, faqat zikr tasbih, duo bilan mashg'ul bo'lamiz. Demak, biz asrni ham peshinni vaqtida o'qiyapmiz. Buni sababi nima? Nimaga suyanib o'qiyapmiz? Bu manbamiz nima deyilsa, bu borada Durul Muxtor va Fatavoi Tatarxoniya kitoblarida quyidagi matnlar keltiriladi. Indahuma la yushtaratu illa al-ihrom bil hajj va bihi qalati salasatu. İmomayn nazda, ya'ni Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad rahmatullohi alayhilar nazarida asr namozini ham peshin namozini vaqtida o'qish
bitta sharti bor deydilar. U ham bo'lsa hajga ehrom bog'lash. Hajga ehromga kirgan bo'lsak bo'ldi. U shart topildi. Demak, mana shu ikkita mazhabimizdagi buyuk imomlarni gaplari bo'yicha biz asrni ham peshinni vaqtida o'qiymiz. Mana shu matnning davomida e'tibor beriladigan bo'lsa, va bihi qolati salasatu deyilyapti. Mana shu fatvo qolgan bizning mazhabdan boshqa 3 ta mazhabda ham shu fatvoga amal qilinadi. Ya'ni Imom Shofiyda ham, Malikda ham, Hanbalda ham, demak, ularda asrni shu peshinni vaqtida o'qish uchun ularda ham faqatgina hajga ehrom bog'lagan bo'lish kifoya ekan. Demak, biz mana yuqoridagi Imom Abu Yusuf va Imom Muhammad rahmatullohi alayhilarning fatvolariga muvofiq shu ikkita namozni jamlab o'qiymiz. Butun dunyodan hajga kelganlar mana shu fatvoga muvofiq Arafotda namozlarini jamlaydilar. Biz ham shu butun dunyo musulmonlari qatorida mana shu fatvoga muvofiq inshaalloh namozlarimizni jamlab o'qiymiz. Mana shunday namozlarni jamlab o'qib olganimizdan keyin endi bizga bir umumiy duolar bo'ladi. Duolardan keyin alohida hammamizni o'zimiz duo qilishligimiz uchun ruxsat beriladi endi. Endi haqiqiy duo qiladigan payt boshlandi azizlar. Chunki bu Arafa kundagi duo ijobat bo'ladigandek hech qayerda unaqa duo yo'q, unaqa vaqt ham yo'q. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Xoyrud duo duau yawm Arafa deydilar. Ya'ni duoni eng yaxshisi, ya'ni haqiqiy qabul bo'ladigan duo bu Arafa kundagi duodir degan mazmunda hadis shariflar bor. Bu hadis sharifning davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deb aytadilarki: "Va khayru ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir." Akhrajahu at-Tirmizi. Demak, Imom Termiziy bu hadisni o'zlarining kitoblarida keltirganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, e'tibor bering. Ya'ni men va mendan oldingi barcha payg'ambarlar shu Arafotda aytgan duolari quyidagi duo deyaptilar. Qarang, Rasululloh o'zlari aytgan ekanlar va bu zot sharifdan oldingi barcha payg'ambarlar qilgan duo quyidagi duo ekan. La ilaha illalloh wahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. Mana shu duo. Demak, mana shu duoni albatta o'qishimiz kerak. Bu qo'limizdagi kitobchalarda ham bu duolar keltirilgan. Inshaalloh mana shu duolar va zikr tasbihlar bilan mashg'ul bo'lishimiz kerak. Zikr tasbihlarga ham qattiq bel bog'lashimiz kerak. Mana labbayk Allohumma aytadigan payt shu joylar o'zi, misol uchun bir 1000 marta labbayk Allohumma aytdikmi, charchadikmi, bir undan keyin duo qilaylik. Xo'p, yana bir duodan keyin yana bir 1000 marta subhanalloh aytaylik, undan keyin yana bir duo qilaylik. Yana bir 1000 marta istig'for aytaylik, undan keyin duo qilaylik. Demak, biz faqat zikr tasbih va duolar bilan mashg'ul bo'lar ekanmiz. Bu borada bir hadis qudusiyda Alloh subhanahu va taolo shunday degan: "Man shag'alahu zikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'tiya sa'ilin." Ya'ni kimni meni zikrim duo qilishdan uni mashg'ul qilib qo'ysa, ya'ni u duoni o'rniga ham ko'p zikr qiladigan bo'lsa, duo qiladigan odamlarga bergan narsamdan afzalroq narsani bu zikr qilayotgan bandamga beraman deb Alloh taolo shunaqa, ya'ni marhamat qilgan. Shunday ekan, biz duo ham qilaylik azizlar va zikr ham qilaylik. Ya'ni zikrlardan yuqorida aytilgandek bir 1000 marta, 2000 marta bir zikrni aytaylik, charchadikmi, duo qilaylik. U duodan charchadikmi, zikr qilaylik. Zikrdan charchadikmi, duo qilaylik. Mana shunday holatda biz duo qilishimiz kerak. Bu duolarni ham ulamolarimiz aytadilarki, agar imkon bo'lsa o'rnidan turib, qiblaga qarab, qo'llarni ham ko'tarib haqiqiy duo qiladigan holatda, ya'ni qo'llarni ko'tarib, xo'p, bitta duoni aytadilarki 3 martalab, bitta duoni 3 marta, ya'ni aytib, chunki nimaga 3 marta aytiladi desa, birinchi marta biroz u duoni mazmunlariga e'tibor bermasligingiz mumkin. Ikkinchi marta ham shunaqa bo'lishi mumkin, lekin bir narsani qayta Alloh taolodan so'rasangiz, u haqiqiy qalbdan chiqadi u duo deydilar. Demak, qalbdan chiqqandan keyin u o'z-o'zidan u duolar yig'i keltiradigan duolar bo'ladi. Demak, mana shunday bitta duoni qayta 3 marta yoki undan ko'p qilib u duo bilan, duoni qalbdan chiqarish bilan birgalikda ko'zlarimizdan yoshlar chiqish kerak. Haqiqiy u joyda yig'lab so'raydigan joylar u joylar. Haqiqiy yig'laylik, Alloh taologa tavba qilaylik. Oldingi gunohlarimizni hammasini eslaylik. Shu joyda Allohga va'da beraylik. Allohim falon gunohlarim bor. Shu gunohlarimni mana shu joyni hurmati, mana shu kunni hurmatidan o'zing kechirgin. U gunohlarimni qayta qilmayman deb Allohga va'dalar berib, ya'ni haqiqiy duo, tavbalar qilib oladigan o'rin bu. Demak, azizlar, mana shunday qattiq duoga bel bog'lar ekanmiz.
ulamolarimiz aytadilarki, duoni boshlashda ham Allohga hamd aytish kerak deydi. Ya'ni alhamdulillah deb agar arabchasini bilsak, Alloh mana shu joylarga o'zing yetkizding, Arafot tog'lariga yetkizding deb turib Allohga birinchi hamdlarni aytib, payg'ambarimizga salovatlarni aytib, keyin duoyingizni boshlaysiz. Keyin duoning oxirida ham yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatlarni aytib, keyin duoyingizni tugatasiz. Doim qachon duo qilsak, mana shu Arafotda necha marta duo qiladigan bo'lsak, boshida Allohga hamd va salovat, keyin duo, oxirida yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovatlar bilan duo qilamiz. Chunki azizlar, bu Arafotga minglab, millionlab odamlar harakat qilib kirolmayotgan holat bo'ladi. Lekin siz xotirjam holatda, hamma shart-sharoit bor holatda siz duo qilyapsiz. Buni qadriga yetishimiz kerak. Demak, asosiy duo qiladigan o'rin ekan, azizlar, biz o'zimiz haqqimizga duo qilaylik. Farzandlarimiz, ota-onalarimiz, yori birodarlar, el, yurt, vatan, boshqa bizdan kim duo so'ragan bo'lsa, ularni hammasini haqqiga bir Allohdan qalbdan chiqarib, yig'lab, qayta duolar qilaylik. U kimlardir bemorlarning haqqiga duo so'ragan, kimlardir farzand talab va hokazo hamma haqqiga duo qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday duo tazarrular bilan shom vaqtigacha duo qilinadi. Shom vaqtigacha Arafotdan chiqishlik mumkin bo'lmaydi. Agar kimdir Arafotdan quyosh botmasdan turib chiqib ketadigan bo'lsa, u jinoyat qilgan bo'ladi. Hatto qo'y so'yish lozim bo'ladi deyiladi. Shuning uchun u joyda o'zi nazoratchilar bo'ladi. Hech kimni shomgacha chiqarmaydi. Shom vaqti bo'lishi bilan, quyosh botish bilan demak biz chiqishni boshlaymiz endi. Demak, shomgacha Arafotdan chiqib ketish mumkin emas ekan. Ba'zi bir og'ir kasallar bo'ladi. Ularni Arafotda ushlab turish, ularni kasallariga kasallik ziyoda qilib, qandaydir juda ham og'ir holat bo'ladigan bo'lsa, ulamolar tomonidan fatvolar berilgan. Ular demak og'irlashib ketmasligi uchun Arafotda bir muddat turg'izib, ularni ya'ni Arafotdan olib chiqib ketish mumkin shomgacha ham. Chunki ular uzr bilan chiqib ketyaptilar endi. Azizlar, mana shu o'rinda bir masala bor. Jabalur Rahma deb qo'yadi, rahmat tog'i. Mana shu joyga chiqish qanday deyilsa, buni kitoblarimizda keltiriladi. Gaplari inobatga olingan, ya'ni mu'tabar ulamolarimizni biror birlari shu Jabalur Rahmada fazilat bor, u joyga boringlar, u joyga chiqinglar deb tavsiya qilmaganlar. Shunday ekan, biz ba'zan u joylardan uzoqda turib qolamiz. Uzoqda turganimizdan keyin u joyga vaqt sarflab, u borishga hech qanday hojat yo'q. U joyga borish, kelishga ancha vaqt ketadi. Qolaversa issiq kunlar bo'ladi. Uni o'rniga biz shu Arafotda qayerda turadigan bo'lsak, shu joyda zikr tasbihlar bilan, duolar bilan agar mashg'ul bo'ladigan bo'lsak, u joyga borishdan ko'ra afzal bo'ladi inshaalloh. Arafotda duo qilar ekanmiz, bir narsani yaxshi his qilishimiz kerak. U joyda bizi duolarimizga farishtalar ham inshaalloh sherik bo'ladilar. Jabroil alayhissalom va boshqa farishtalar ham inshaalloh biz duolarimizga amin deb turadigan holat bo'ladi. Mana shunday butun farishtalar bizi duolarimizga sherik bo'lib turar ekanlar inshaalloh. Bu joyni sharofati, biz ehromdamiz, mana hajga ehrom bog'laganligimiz bor. Bu joyda Arafot makoni bor, tabarruk va vaqt bir qancha duo qabul bo'lishligiga, ya'ni sabab bo'ladigan narsalar jam bo'lyapti. Mana shunday holatdan qattiq unumli foydalanib, demak Allohga yig'lab, yolvorib duolar qilib olishligimiz ayni muddao bo'ladi. Azizlar, Arafotda bajariladigan asosiy amallar shulardan iborat. E'tiboringlar uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.